Assalomu alaykum barchaga. Video darsimizda davom etamiz. Bugungi darsimizda Proliv dasturini o'rganamiz. Proliv orqali Interaction fingerprintlarni qanaqa qilib hosil qilishni o'rganib o'tamiz. Interaction fingerprint bu nisbatan yangi tushuncha. Buni o'rganish nimaga kerak degan savolga birinchi bo'lib to'xtalib o'tamiz. Xo'p, faraz qilaylik, siz molekulyar dinamik simulyatsiyani o'tkazdingiz. Oqsil va liganddan iborat bo'lgan sistemangiz bor. Meni misolimda mana shunaqa ion kanali va uni modulyatsiya qiladigan o'sha ligandi turibdi mana kanalda va mana bular qo'shimcha ligand molekulalari, bular kofaktor sifatida bu ham turadi. Simulyatsiyangiz yaxshi o'tgan, hech qanaqa error bo'lmagan, ligandingiz ham stabil, aytaylik, shu yerda turibdi. Endi buni misol uchun mana animation qilganingizda ligandingizni stabil bog'lanib turganligini va bog'lanish umuman olganda yaxshi ekanligini ko'rishingiz mumkin. Lekin siz afsuski bu holatda maqola uchun ko'p informatsiya ololmaysiz. Ya'ni bu holat unchalik ham informativ emas. Maqolalarda siz animatsiya holatida berishingiz imkoni yo'q. Rasmlaringizni olishingiz mumkin, dastlabki holat va oxirgi holatni, lekin u ham baribir full trayektoriya bo'yicha, ya'ni to'liq trayektoriya bo'yicha informatsiya bermaydi va full trayektoriya bo'yicha siz RMSDni hisoblashingiz mumkin. Lekin bu RMSD, RMSF yoki biz oldin o'rganib chiqqan ko'pchilik boshqa analiz turlari ham mana bu ligandni qanchalik stabil ekanligini haqida ma'lumot beradi xolos ko'pincha. Lekin bu ligand mana shu oqsilni kanalida bog'lanib turibdi ekan. Lekin mana shu kanaldagi aynan qaysi aminokislotalar bilan ko'p ta'sirlashyapti. Ya'ni bu yerda muhim bo'lgan aminokislotalar qaysilar? Va shu aminokislotalar bilan qaysi turdagi kontaktlar hosil bo'lib turibdi? Misol uchun Van der Waals kontakt hosil bo'lyaptimi, vodorod bog'lanishi hosil bo'lyaptimi, yo hidrofobik yoki tuz ko'prigi, p-stacking, shunga o'xshash intermolekulyar ta'sirlashuvlar turlari bor. Ya'ni bu darajada chuqur informatsiyani bu holatda siz taqdim qila olmaysiz. Aynan mana shunday ikir-chikirigacha bo'lgan ma'lumotni, ya'ni interaction fingerprint deydi buni hammasini. Ya'ni interaction fingerprint degani oqsilni qayerida ligand bilan qaysi aminokislotalar o'rtasida qachon va qaysi turdagi kontaktlar, ta'sirlashuvlar sodir bo'lyapti degan mana shunday kollektiv savolga javob beradigan shu ma'lumotlar to'plami shu interaction fingerprint deyiladi. Va bu deep analizis hisoblanadi, chuqur analiz hisoblanadi va siz mana shunaqa oqsil va liganddan iborat sistemalaringizni molekulyar dinamik simulyatsiya qilganingizda mana shunday chuqur analiz qilib diagrammalar shaklida maqolangizda ko'rsatsangiz, maqolangiz shunda to'liq bo'ladi analizingiz. Demak, mana shunday interaction fingerprintlarni generate qilishda ishlatiladigan dastur bu Proliv ekan. Bu Proliv Python library hisoblanadi. Bu Python library degani bu yerda hech qanaqa nima yo'q, interface yo'q. Shunchaki buni Python kod yoziladi va o'sha kod bilan boshqariladi. Hisob-kitoblar o'tkaziladi. Va mana o'sha bu yerda tushuntirish uchun rasmlar bor. Mana oqsil bilan ligand turibdi ikkita. Va mana shu ligand oqsilni qaysi aminokislotalar bilan qachon ta'sirlashyapti va qanaqa kontaktlar hosil bo'lib, u trayektoriya bo'yicha qanday o'zgaryapti. Shuni interaction fingerprintini hisoblab turib, uni diagrammasini chiqarganda mana bunaqa diagramma hosil bo'ladi.
mana shu interaction fingerprintni diagrammasi hisoblanadi. Bu mana xuddi spektrlarga o'xshab ketadi. Mana kontaktni ko'rib turibmiz mana. Mana bu aminokislotalar va bu qaysi zanjirda joylashganligi mana A zanjirda joylashgan. Va shu aminokislotalar bilan ligandni kontaktlari trayektoriya bo'yicha qanaqa o'zgaryapti. Mana bu aytaylik kontakt juda ham stabil mana ketyapti. Va mana bu yerda mana bu kontaktni oladigan bo'lsak, mana valin 138 ekan. Bu bilan kontakt bor, lekin juda ham beqaror mana. Mana bu yerda ozgina ko'rinyapti-da, lekin trayektoriya bo'yicha yana yo'qolib qolyapti-da, yana ozgina oxirida 1-2 namoyish qilib qo'yyapti o'zini. Va mana bu rang bo'yicha bular turli xil rangda turibdi. Bu ranglar interactionlarni turini bildiradi. Aytaylik, mana bu yashil hidrofobik ta'sirlashuvni bildirishi mumkin. Mana bu sarg'ish rang o'sha van der Waals ta'sirlashuvlarni va boshqa ranglar o'sha o'zini har xil ta'sirlashuvlarni bildiradi va shu yerda o'zida mana shu diagrammadan qarab turib ligandni oqsil bilan qanaqa ta'sirlashayotgani haqida to'liq informatsiyani olishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunaqa rasmlar bilan birgalikda keyin qo'yganingizda sizni analizingiz to'liqroq holatda bo'ladi shunda. Endi installing qismiga o'tamiz. Install qilish juda ham oson. Bu yerda hech qanaqa biror bir dasturni manual kompilyasiya qilish yo'q, manual o'rnatish yo'q. Ya'ni sizda internet bo'lsa, birinchi bo'lib kompyuteringizga Minikondani install qilasiz. Mana shu komandalar bilan bu faylni o'sha nimada beramiz, videoni ostida link qilib. Shunda siz mana shu komandalarni copy paste qilib kompyuteringizga berib, mana shu Minikondani va undan keyin Prolifni o'rnatishingiz mumkin. Demak, mana Minikonda agar o'rnatilgan bo'lsa shart emas sizni kompyuteringizda. Bu Minikonda o'sha package manager hisoblanadi. Buni mekaliga hozir to'xtalib o'tirmayman. Demak, Minikonda o'rnatilgandan keyin aktivatsiya qilasiz. Konda environmentni aktivatsiya qilganingizdan keyin mana bu komanda beriladi. Bu yerda Prolif degan environment hosil qilyapmiz. Muhit hosil qilyapmiz. Undan keyin Konda activate Prolif deb o'sha Prolif environmentni aktivatsiya qilinadi. Undan keyin Konda bilan o'sha Konda install komandasi bilan Prolifni install qilinadi. Mana shu birgina komanda bilan hammasi o'rnatiladi. Keyin mana bu yerda verifikatsiya qilinadi va oxirida mana bu ikkita komandani ham berib qo'yish kerak. Shu bilan installyatsiya bosqichi tugaydi. Demak, bu yerda hech qanaqa manual biror bir dasturni o'rnatishga hojat bo'lmaganligi uchun hammasi bu yerda standart komandalar. O'zi internet bo'lsa, mana shu komandalarni bersangiz, kompyuteringizga o'rnatib qo'yadi. Albatta bu Linux platformasida qilinayotgan ishlar. Sizda o'sha Ubuntu yoki Debian yoki Fedora, umuman Linux kompyuteri bo'lishi kerak. Mana shu komandalarni copy paste qilib, birma-ketin berib, siz avval Minikondani, so'ng Prolifni o'rnatasiz. Prolif o'rnagandan keyin o'sha simulyatsiya o'tkazgan direktoriyangizga borasiz. Mana shu yerda men simulyatsiyalarimni o'tkazganman. Mana shu yerda bitta Prolif degan alohida fayl yaratib olasiz. mkdir Prolif men test deb qo'yaman. mkdir biroz noto'g'ri ketib qolibdi. Demak, bu yerga kiramizda endi Konda activate bilan boyagi Prolif environmentni chaqirib olamiz. Konda activate Prolif desak, mana bu chekkada o'zi ko'rinadi. Prolif environmentda nima aktivatsiya bo'ldi va mana shu environmentga o'rnatilgan barcha pakejlarni endi siz ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu terminaldan turib.
Endi mana bu Prolifni bu yerda Jupyter notebook yoki bo'lmasam Jupyter Lab deb nomlangan mana bu interfeys bor. Bu interfeysda o'sha Python kodlarini yozib, shu yerda run qilishingiz mumkin bo'ladi. Prolifni ham mana shu Jupyter Labda ishlatamiz. Demak, buning uchun Jupyter Lab deb turib mana ochadigan bo'lsak, bu brauzerda ochadi. Sizda shu Firefoxmi yoki bo'lmasam shu Chrome'mi shu brauzer bo'lishi kerak. Mana bu yerda plusni bosib, mana bu Prolif environmentni tanlaymiz. Va mana bu yerda bizga mana interfeys ochib berdi. Shu yerga kodlarni yozib, demak, Prolifmi yoki boshqa dasturimiz bormi, ishlatsak bo'ladi. Demak, Prolifni ishlatish uchun Pythonni bilish shartmi degan savol tug'ilishi mumkin. Pythonni bilish shart emas. Python kodni bilsak yaxshi, dasturlashtirilgan albatta, lekin agar bilmaydigan bo'lsak, mana bu yerda o'zini Prolifni nimasiga boramiz. Prolifni o'zini documentationiga borsak, tayyor kodlarni berib qo'ygan tutorialni. O'sha tutorialdagi kodlarni olib, copy paste qilib o'zimizga qo'yib, nomlarini o'zgartirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu yerda installation haqida gap ketgan. Bu yerda tutorialsga boramiz. Shu nimadan veb-saytdan barcha ma'lumotni olishingiz mumkin, o'zingizga qiziqqan. Bu yerda mana protein ligand va protein sistemalari uchun tutorial berilgan ekan. Docking va boshqa tutoriallari ham bor ekan. Bizga hozir biz protein ligand misolida ko'rib o'tamiz. Aytaylik, protein ligand sistemasini simulation qilgansiz va shu yerga kirib turib, mana shu yerdan mana descriptionlarni men o'qib tushuntirib o'tirmayman, o'zingiz ko'rib chiqasiz. Men shunchaki kodlarni ayrimlarini ishlatib, natijalarni olib, sizga interaction fingerprintni generate qilib ko'rsatib beraman. To'liqroq ma'lumotni albatta o'zingiz Prolif haqida o'qishingiz kerak. Maqolasini topib, maqolasi ham bor. Internetdan yozsangiz chiqadi, Google Scholar'dan. Va mana bu saytga kelasiz. O'zini tutoriallari bor, dokumentatsiyalari bor ekan. Va tutorialda o'zida ham mana ko'rsatib ko'rib turibsiz, ma'lumotlar bergan ikir-chikirgacha. Buni o'zingiz chuqurroq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu kodni copy qilib turib, mana bu yerga o'zimizni nimaga joylaymiz. Yachaykaga. Bu yerda mana MD Analysis library'ni olyapti va Prolif library'ni import qilib, demak, yuklab olyapti, ya'ni chaqirib olyapti-da. Va endi mana bu yerga topologiyalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz hozir qayerda turibmiz? Mana Prolif testda turibmiz. Bizni topologiyalarimiz, umuman input fayllarimiz Gromax direktoriyasida, shuning uchun ham bitta orqaga ko'rsatayotganda bitta orqaga qaytish komandasi bilan mana bu yerdan topologiya fayl, TPR faylni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, step 7 TPR faylimiz bor. Demak, siz simulyatsiya qilganingizda TPR fayl, ya'ni Production Molecular Dynamics simulation qilganingizda hosil bo'lgan TPR faylni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak qo'sh tirnoq bilan buni yopamiz. Bu yerdan yana ochib turib, endi trayektoriya faylimiz bu XTC formatdagi fayl bo'ladi. Cluster XTC all deb turib, buni ham qo'sh tirnoq bilan yopib qo'yamiz. Shu tariqa biz inputlarimizni mana load qilamiz. Endi bizni ma'lumki ligandimizni nomi bo'ladi. Har bir demak, sizning ligandingizni misol uchun
koordinata faylida qandaydir residue name bo'ladi. Uni o'zingiz bilasiz. Agar bilmasangiz, aytaylik, mana bu yerdan misol uchun biror bir hozir PDB faylni ochib ko'rsataman. Mana shu PDB faylni ochadigan bo'lsak, mana amino kislotalar qaysi chainda turgani, bu nomi, mana bu residue name mana shu hisoblanadi. Mana arginin. Endi siz ligandni bilmoqchi bo'lsangiz, pastga tushib turib shift o'zbekcha G harfini bosganingizda, demak birdaniga pastga tushirib beradi. Mana shu yerda mana shu TTA bizni ligand hisoblanadi. Mana shu residue name'ini siz mana bu yerda berishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak biz o'zgartiramiz TTA deb. Mana bu yerda protein o'zi turaveradi. Oqsilni o'shanda u avtomatik tarzda o'zi detekt qilib o'zi oladi. Demak, aytyapti 48 ta atom bitta gruppa hisobida olindi va 17502 ta atom. Bu nimani bildiradi? 48 ta atom albatta bu ligandni detekt qildi hozir. Bizning ligandimizda 48 ta atom bor edi. Bu 17502 ta atom bu oqsilni hozir nima qilib oldi? Ekstrakt qilib oldi o'zini, oqsil molekulasini. Tutorialga o'tamiz. Demak, shu yerdan keyingi komandada aytayaptiki, bizni misolimizda oqsil kichkinaroq edi. Agar sizni misolingizda oqsil juda katta bo'ladigan bo'lsa, butun boshli oqsil strukturasi bilan ishlamangda, uni ma'lum bir qismi, ya'ni ligand bog'langan qismini o'zi bilangina ishlagan ma'qul deyapti. Uning uchun mana bu komandani berish kerak ekan. Mana shu komanda, demak, bizni oqsilimiz katta, mana hozir 17502 ta atom ko'rsatyapti. Mana shu komandani bersak, mana agar shu oqsilingiz kichkinaroq oqsil bo'ladigan bo'lsa, o'zi shundoq ham 5000 6000 atomdan iborat bo'lgan, bu komanda shart emas ekan, demak. Demak, keyingi komandada aytayaptiki, demak, suv molekulalari ham ishtirok etayotgan bo'lsa, sizni ligandingiz bilan oqsil o'rtasidagi bog'lanishda deyapti. Bizda suv molekulasi ishtirok etmaydi. Bu komandani bermaymiz. Mana bu yerda endi bitta narsaga ishonch hosil qilib olishimiz kerak. Xo'p, bizni oqsil bilan ligandni mana bu atomlar sonini ko'rsatyapti. 48 ta atomni bitta gruppa qildik va 5714 tani bitta gruppa qildik. Bu 48 ta ligandga to'g'ri kelishi kerak. Bu 5714 ta oqsilga to'g'ri kelishi kerak deyapmiz. Endi ligand molekulasini to'g'ri load qildimi, ya'ni to'g'ri detekt qildimi degan savol tug'ilishi mumkin. Mana shu komandani bersak, bizga mana bu resname TTA deb nomlangan atom selectionda nimani load qilganini biz ko'rib olamiz. Agar buni ligandni to'g'ri load qilgan bo'lsa, bizga ligandning strukturasini hozir to'g'ri chiqarib berish kerak bu. Va mana ligandimizni to'g'ri detekt qilib, demak, o'zi to'g'ri gruppa qilib olibdi. Demak, agar bu yerda ligandni noto'g'ri o'qigan bo'lganda, mana shu yerda hozir tushunarsiz grafik chiqqan bo'lardi. Misol uchun ligandimizni aytaylik yarmini o'zini chiqarishi mumkin edi yoki bo'lmasam mana bu bog'lanishlar to'g'ri kelmasligi mumkinmidi. Umuman olganda hozir bu struktura ligandimizni o'sha kimyoviy jihatdan to'g'ri strukturasi hisoblanadi. Demak, endi keyingi komandaga o'tamiz. Endi bu yerda xuddi shunday komanda, faqat bu yerda oqsilga nisbatan. Bizga dastlabki oqsilni to'g'ri detekt qilgan bo'lsang, dastlabki 20 ta aminokislotani strukturasini bizga chiqarib ber deyapmiz. Va mana 20 ta aminokislotani strukturasini chiqarib berdi. Demak, 20 tasini to'g'ri o'qiyaptimi? Demak, oqsilimizni to'g'ri load qilgan o'ziga. Mana shu aminokislotalarni, demak, kimyoviy strukturalari hammasi bu yerda to'g'ri chiqib kelyapti. Demak, endi keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, bu yerda aytayapti, agar to'g'ri load bo'lmagan bo'lsa nima qilish kerak? Shular haqida gap ketgan.
Keyingi komandani beramiz. Demak, bu komanda bizga nimani beryapti? Prolif library'si sizni oqsilingiz bilan ligandingiz o'rtasidagi sodir bo'ladigan jamiki intermolekulyar ta'sirlashuvlarni hisoblay oladi. Ular mana shu umumiy olganda mana shular deyapti. Mana anionik ta'sirlashuv, kationik. Biz vodorod bog'lanishini bilamiz, hidrofobik ta'sirlashuvni bilamiz, metal akseptor, metal donor ta'sirlashuvlari ham bor ekan. Agar mabodo sizni ligandingizda metal atomi bo'ladigan bo'lsa, shularni ham detekt qilishi mumkin ekan. P-stackingni bilamiz, VDV kontakt va mana bu ta'sirlashuvni to'g'risi ilgari bilmas ekanman. Xullas, mana shuncha ta'sirlashuvni bu detekt qilib, agar mana shu ta'sirlashuvlar qayd etilsa, trayektoriya bo'yicha ularni sizga diagrammada chiqarib beradi. Xo'p, endi bu yerda asosiy komandaga yetib keldik. Mana bu yerda men qo'shimcha opsiya kiritib qo'yaman. Count true degan. Adashmasam shunday yozilardi. Count true. Va mana bu yerda aytayaptiki, count true degan opsiya qo'shiladi. Bu opsiyani qo'shish demak prolifni biroz ishlashini sekinlashtiradi, lekin ko'proq ta'sirlashuvlarni hisobga olishga imkon beradi. Ya'ni full trayektoriya bo'yicha aytaylik, sizni ligandingizdagi bitta atom bir vaqtni o'zida ikkita aminokislota bilan ta'sirlashayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu nimani o'qisangiz tushunib olasiz nima ekanligini. O'zingiz hisoblab ko'ring. Count true siz hisoblab ko'ring. Count true bilan hisoblab ko'ring va farqni ko'ring. Xullas, bu o'zingizga havola. O'zingiz hisob kitob qilayotganda opsiyalarni o'zgartirib albatta hisoblab ko'ring. Ya'ni men qanday o'tkazsam o'shanday o'tkazishingiz shart emas. Lekin men bu yerda count true'ni yoqib qo'ydim. Ya'ni bizga barcha kontaktlarni nechta bo'lsa to'liqligicha ko'rsatadi. Ya'ni bitta atom ikkita rezidu bilan birdaniga ta'sirlashayotgan bo'lsa, ikkita qilib ketadi. Agar 3 ta rezidu bilan bitta atomni o'zida 3 ta rezidu bilan ham ba'zida kontakt hosil bo'lib qolishi mumkin. Shuni 3 ta deb sanab ketadi. Ya'ni individual ko'rib chiqadi. Agar shu count true bo'lmasa, mana shuni individual ko'rmaydi-da, uchalasini bitta kontakt deb ketib qolishi mumkin. Bu yerda adashmasam shu haqida gap ketyapti, shuni tushuntiryapti. Bu tushunarli bo'ldi. Endi bu opsiyada siz trayektoriya bo'yicha sizga qancha data kerak, shuni kontrol qilasiz. Aytaylik, siz 600 nanosekund simulyatsiya qildingiz. Va aytaylik, men hozirgi misolda ayta qolay, men 600 nanosekund simulation qilganman-da va meni cluster XTC faylimda, mana bu load qilgan faylimda hozir 3000 ta frame bor. 600 nanosekund simulation qilingan va o'shani men 3000 taga bo'lganman. Trayektoriyani 3000 ta frame ajratib olganman-da. Endi men o'sha 3000 ta frame ni ham hammasi bo'yicha kalkulyatsiya o'tkazmoqchi emasman hozir. Chunki shunchaki test uchun bo'lyapti. Menga tezroq hisob kitob qilib bersa, menga shu ma'qul. Aytaylik, men 5 ta time step bilan ol deyapman. 5 ta frame step bilan, ya'ni aniqroq bu yerda time emas, frame bo'yicha ko'radi. Shunda har 5 tadan bo'lgan frame'da bu interaction fingerprintni hisoblaydi. Ya'ni aytaylik 0-frame, ya'ni eng birinchi frame'da bitta fingerprintni hisoblab chiqadi va ikkinchi frame, 3-frame, 4-ni olmaydi-da, 5-frame'da bitta hisoblaydi. 6, 7, 8, 9 da yana o'tkazib yuboradi. 10 ga kelganda o'sha yerda yana bitta hisob kitob qiladi. Shunday qilib, shunaqa ishlaydi. Men har 5 tadan ajratib olmoqchiman. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hisob kitobni boshlaymiz. Umuman olganda hozir bu yerda
600 ta frame bo'yicha ish ko'ryapmiz. 3000 ta frame bor. Lekin men mana bu qadamni 5 qilib qo'ydim. Shunda bizga 3000 ta frame bilan emas, 600 ta frame bilan hozir datani chiqarib beradi. Agar siz maqola uchun, aytaylik, publication uchun bu hisob-kitoblarni o'tkazayotgan bo'lganingizda edi, shunda siz kamida hech bo'lmaganda 1000 ta frame bilan ishlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni framelar sonini o'ta kamaytirib yuborish yaxshi emas. Agar sizda ham 3000 ta frame bo'ladigan bo'lsa, hammasi bo'yicha hisob-kitob qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu nimani o'chirib yuborasiz. Mana shu kvadrat qavsni o'chirib tashlashingiz kerak. Shu bilan demak butun framelarni hisob-kitob qiladi shunda. Hech qanaqa qadamlarsiz butun framelarni hisob-kitob qiladi. Mana aytyapti, interaction fingerprint calculation tugadi. Bunda mana bu kontaktlarni bu prolif detect qilibdi demak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xil demak interaction bor ekan hozir bizni fingerprintimizda. Demak, kalkulyatsiya tugadi. Endi buni birma-bir o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni endi olish qoldi xolos. Keyingi kodni run qilamiz. Demak, buni qilgandan keyin mana bu komandani berish kerak deyapti. Demak, bu komandani berishingiz mumkin. Demak, mana saqlab qo'yapti. PKL formatida. Siz bu PKL formatni keyinchalik ishlata olmasligingiz mumkin. Menda boshqacharoq yo'l tutganman oldingi qilgan ishimda. Men mana bu komandani berib, demak datani saqlab olganman. Demak, mana shu komandani berib, demak CSV formatida saqlab olganman. Buni o'sha o'zingiz ishlayotgan direktoriyaga saqlab beradi. Keyinchalik buni aytaylik boshqa analizlaringiz uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu komandani bersak, run bo'ldi. Mana PKL formatda saqlangan va prolif fingerprint CSV formatida ham saqlangan ekan. Buni demak nimada ochib ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa data fayl bo'ladi. Tutorialga qaytamiz. Demak, saqlab oldik va analiz qilishni boshlaymiz. Mana bunda aytyapti, eng yaxshi yo'l interaction fingerprintni hisob-kitob qilib bo'lgandan keyin uni analiz qilishda Pandas data frame librarysidan foydalangan ma'qul deyapti. Va shundan foydalanamiz deb aytib o'tyapti. Biz buni copy qilib, demak keyingi nimaga o'tib ketamiz. Mana bu yerda import qilganmiz Pandasni. Bu o'sha ma'lumotlarni, datalarni sortirovka qilib analiz qiladigan maxsus Python library. Shuni analizda hozir ishlatyapmiz, Pandas. Nimani import qilib olganmiz. Endi mana bu komandani beramiz. Bu komandada aytayaptiki, 10 ta frame'ni bizda chiqarib ber va bu frame'larda ta'sirlashuvlar qanaqa o'zgaryapti degan misol uchun komanda. Mana bu yerda ko'rsatyapti. 10 ta frame bo'yicha mana ligand va oqsil
mana bu kontaktlarning nomi, ya'ni qaysi aminokislotalar o'rtasida kontakt hosil bo'lyapti va mana shu yerda aytyapti mana. Hidrofobik ta'sirlashuvlar. Mana bu sonlar menimcha kontaktlarni soni bo'lish kerak yoki bo'lmasam intensivligi, xullas keyingi komandani beramiz. Hidden interaction type. Misol uchun siz mana shu o'zingizni analiz chog'ingizda hidrofobik ta'sirlashuvlarni siz yashirib qo'ymoqchisiz. Ya'ni sizda hidrofobik ta'sirlashuvlar unchalik ahamiyatga ega emas. Bunday hollarda ularni ko'rsatish ham kerak bo'lmay qoladi. Va dastlabki 5 ta frame bo'yicha ishlayapmiz hozir bu yerda. Mana. Dastlabki 5 ta frame'da kontaktlarni ko'rsatyapti, faqat hidrofobik ta'sirlashuvlarni olib qo'ydik. Keyingida aytayaptiki, mana show only one protein residue deyapti. Aytaylik, siz biror bir rezidyungiz o'ta muhim rezidu, ya'ni aytaylik binding site'da biror bir kritik vazifani bajaradi. Siz o'sha aminokislota bo'yicha qanaqa ta'sirlashuv bo'lyapti, shuni aniqlamoqchisiz. Aytaylik, bu yerda misol qilib mana bu fenilalaninni ko'raylik. Mana bu yerda o'zgartirib qo'yish kerak reziduning nomini. Aytaylik, siz 10 ta frame bo'yicha ko'rmoqchisiz. Dastlabki 10 ta frame bo'yicha. Buni oxirgi 10 ta bo'yicha ham ko'rishingiz mumkin, faqat mana bu yerda opsiya o'zgaradi. Mana bu yerda o'zgartirishimiz kerak. Hozir bu yerda o'zgartirib qo'yibman-da, bu yoqqa tegmabman, shunga hozir xatolik bo'ldi. Demak, mana bitta spesifik aminokislotangiz, ya'ni o'zingizni qiziqtirgan aminokislotangiz bor. O'sha bo'yicha hisob-kitobni o'zini ko'rsatib o'tishi mumkin. Mana bitta fenilalanin 285 bilan qanaqa ta'sirlashuv bo'lyapti dastlabki 10 ta frame'da. Demak, hidrofobik ta'sirlashuvlar sodir bo'lyapti ekan. P-stacking bor yo'g'i bitta nimada hosil bo'lyapti. Van der Waals kontakt mana hosil bo'lib turibdi. Demak, asosan hidrofobik bilan Van der Waals kontakt ta'sirlashuvlar bo'lyapti ekan. Buni boshqa mana bu yerda istalgan aminokislotangiz bo'yicha ham qilishingiz mumkin. Keyingi nimani ko'ramiz? Aytaylik, sizda ma'lum bir interaction type bilan qiziqib turibsiz. Ya'ni bu yerdagi misolda mana p-stacking. P-stacking bu kamdan kam, nisbatan kamroq hosil bo'ladigan kontaktlar sirasiga kiradi. Sizni ligandingiz bilan aytaylik oqsilingiz o'rtasida bu p-stacking hosil bo'lish uchun sizning ligandingizda aromatik halqa bo'lishi kerak. Va oqsildagi boshqa biror bir aromatik halqa tutgan aminokislota bilan u kontakt hosil qilyaptimi, yo'qmi, shuni bilish uchun siz mana shunday p-stacking bo'yicha analiz qilishingiz mumkin. Demak, komandani bersak, dastlabki 5 ta nima bo'yicha, frame bo'yicha, demak, p-stacking hosil bo'lmagan mana. Aytaylik, shuni 20 ta deylik. 20 ta frame bo'yicha ko'raylik. Siz full trayektoriya bo'yicha ham ko'rishingiz mumkin, lekin hozir bu yerda men barcha frame bo'yicha desam, juda ham katta data berib yuboradi va uni ko'rsatish hozir bu tutorialda qiyin. Shuning uchun ham men kichkina qismini ko'rsatyapman. Siz o'zingizda ishingizda nechta va qaysi framelar bilan ishlashni o'zingiz hal qilasiz. Va mana p-stacking umuman mana shu ligandingiz bilan mana shu ikkita aminokislota o'rtasida p-stacking hosil bo'lishi mumkin ekan va mana bu yerda mana bitta nishona ko'rsatyapti 25-frame'da. Lekin uni kam hosil bo'ladigan ta'sirlashuvlar dedim.
va trayektoriyani oxirigacha borguncha ham yana hosil bo'lishi mumkin. Uni mana bu yerda full trayektoriyani belgilash orqali biz uni bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday ya'ni individual rezidulargacha ta'sirlashuvlar qanaqa bo'lyapti, shu ichigacha kirib mana shuni deep analiz qilish mumkin. Mana shu Prolif bizga mana shu imkoniyatni beradi. Xuddi shunday qilib bu yerda template kodlar bor. Mana bu yerda ham boshida aytib o'tgan edi. Bu yerda ba'zi bir eng muhim Panda snippetlarini, ya'ni kodlarini beramiz. Siz mana shulardan foydalanib ko'rishingiz mumkin deb aytib o'tgan. Mana bu yerda ko'p, hammasini ko'rib chiqishga hozir cho'zilib ketadi vaqt. Mana aytaylik, percentage of trajectory where interaction with serin 212. Mana shu aminokislota bilan ta'sirlashuvlarni foizlarda ko'rsatib ber, misol uchun. Umumiy trayektoriyani necha foizida mana serin 212 bilan ligand ta'sirlashib turibdi. Bu ham misol uchun foydali data bo'lishi mumkin siz uchun. Mana shu aytaylik, serin 202 yoki boshqa rezidu sizni oqsilingizda kritik bo'lsa, siz o'sha kritik aminokislotangizni nomini mana bu yerga qo'yasizda. Komandani bersangiz, trayektoriyani necha foizida mana shu aminokislota bilan siz ligandingiz ta'sirlashib turibdi. Shuni olasiz. Descriptionini mana bu yerda berib ketgan. Har bitta komanda nima qiladi? Percentage of trajectory where p-stacking interactions are present by residue deb qo'yibdi. Ya'ni sizni full trayektoriyangizda necha foizida, ya'ni trayektoriya necha foizida p-stacking hosil bo'lib turibdi. Keling, mana shu komandani berib ko'ramiz. P-stackingni boya aytdim. Juda ham kamdan kam hosil bo'lib turadigan ta'sirlashuv turiga kiradi. Mana copy paste qilib shunchaki bersak bo'ldi. Demak, boyagi mana bu ikkita rezidu, mana fenilalanin 285 va fenilalanin 803 B chain bilan F chaindagi turgan fenilalaninlar bilan p-stacking hosil bo'lishi mumkin edi. Buni mana bu analizda ko'rgandik. Bu yerda aytayapti, endi foizlarda ko'rsatyapti mana. Fenilalanin 285 bilan bor yo'g'i 10%da, trayektoriyani 10%da bu kontakt hosil bo'lib turibdi ekan. Bu degan so'z juda ham oz degani, ya'ni 90% holatda bu p-stackingni biz ko'rmas ekanmiz. Ya'ni bu hosil bo'lib, yana uzilib ketib, yana hosil bo'lib, yana uzilib ketib turadigan nisbatan nostabil ta'sirlashuv, kuchsiz ta'sirlashuv bo'lganligi uchun kamroq. Mana bunda esa bor yo'g'i 5%cha trayektoriyada namoyish etib turibdi ekan o'zini. Demak, mana shunaqa aytaylik, siz vodorod bog'lanishlar bo'yicha o'tkazmoqchisiz. Mana bu yerga H-bond deb yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana buni aytaylik, H-bond acceptor yoki bo'lsam H-bond donor. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, mana o'zgartirib qo'ydim. Demak, bu yerda mana shu ikkita aminokislota bilan hosil bo'lar ekan. Endi buni biz foizlarda ko'rish uchun mana bu yerda ham o'zgartirish kerak bo'ladi. H-bond mana ko'rib turibsiz, 83%. Bu H-bond ancha mana foizlarda ancha yuqori va stabil ta'sirlashuvni bildiradi bu. Shu tariqa mana shu template kodlarni ishlatib ko'rasiz. Demak, bularni o'zingizga moslashingiz mumkin. Agar buni misol ChatGPT gami yoki bo'lmasam Gemini gami bersangiz, yana ham boshqacharoq variantlarni ham taklif qilishi mumkin. Qiziqsangiz ularni ham bir ko'ring. Bular shunchaki template uchun berib qo'ygan, o'zlari uchun bir 10 xil nimani bergan. Mana bunaqa grafik ham olishni ko'rsatgan ekan, interaction fingerprintni vaqt bo'yicha qanaqa o'zgarishini misol solishtiradigan grafik hisoblanadi bu. Buni ham hisoblab ko'ring. Biz endi mana bu diagrammaga to'xtalamiz. Bizga hozir asosan shu kerak.
Bu diagrammani hosil qilish uchun demak komanda quyidagicha bo'ladi. Mana shu komandani bersak, bizga interaction fingerprintni diagramma orqali mana generate qilib beradi mana. Bu rasmni siz mana bu biroz uzoqlashtirib turib screenshot qilib olsangiz bo'ladi. Screenshot qilib olsangiz ham, ya'ni tiniqligi yaxshi chiqadi. Yoki bo'lmasa mana bu yerga qandaydir Pythondan biroz xabaringiz bo'lsa yoki bo'lmasa sun'iy intellektga bersangiz, mana bu yerga pastidan opsiya qo'shib beradi. Mana bu rasmni PNG formatda yoki JPEG formatda saqlab beradi. Demak, mana shu bizni eng asosiy natijamiz hisoblanadi. Mana interaction fingerprintni diagrammasini chiqardik. Buni interpretation qilish juda ham oson. Mana ranglar bilan mana ajratib qo'ygan. Hidrofobik ta'sirlashuv, yashil, sarg'ish rang, VDV kontakt, ko'k ranglar mana H-bond donor va H-bond akseptorlarga to'g'ri kelyapti. Va mana p-stacking. P-stackingni hozir yuqorida ko'rdik. Juda ham kamdan kam hosil bo'ladigan ta'sirlashuv deb mana ulushini ko'rib turibsiz, juda ham kam. Bu yerda asosan dominant ta'sirlashuv, hidrofobik ta'sirlashuv va van der Waals ta'sirlashuvlar ekanligini ko'rib turibmiz. Endi davomidan yana bu yerda yana bir muhim 2D diagrammani ham bu yerda chiqarishimiz mumkin. 2D diagrammani chiqarishda thresholdni belgilashimiz mumkin. Threshold bizga nimaga kerak? Biz mana bu kontaktni oladigan bo'lsak, bu stabilligi juda yuqori. Bu bizni trayektoriyamizni aytaylik 95 yoki 96% da aytaylik bor. 96% da o'zini namoyon qilyapti. Lekin aytaylik mana bu p-stackingni oladigan bo'lsak yoki mesela mana bu VDV kontaktni oladigan bo'lsak, bu ta'sirlashuvni hozir biz mana bu 2D diagrammada ko'rsatishimiz shart emas. Chunki 2D diagrammada buni ham oladigan bo'lsak, mana shuncha ta'sirlashuvni bizga ko'rsatadigan bo'lsa, chalkashlik bo'lib qolishi mumkin. Bizga eng asosiy kontaktlar qaysilar, o'shani o'zini ko'rsat deyishligimiz uchun biz thresholdni belgilashimiz kerak bo'ladi. Bizga eng stabil, eng kamida 40% yoki 50% da namoyon bo'layotgan mana bunaqa stabil ta'sirlashuvlarni o'zinigina bizga ko'rsat 2D diagrammada deya olishimiz uchun mana bu yerda biz opsiya berishimiz kerak bo'ladi shuning uchun. Demak, o'zim ishlatgan kodda men mana bu komandani berganman. Mana. Biz hozir yana shu komandani ishlatib ko'ramiz. Demak, mana shunaqa komanda beriladi. Thresholdni men 40 deb qo'yganman. Aniqrog'i 0.4. Bu o'sha 40% degani. Mana bu yerdagi ta'sirlashuvlardan demak, eng stabilini bizga mana shu 0.4 parametri bo'yicha, 40% lik parametri bo'yicha bizga hozir chiqarib 2D diagrammasini ko'rsatadi. Va mana bu diagramma juda ham qulay hisoblanadi. Interaction fingerprintni mana bu diagrammada berishdan ko'ra ba'zida mana bu 2D diagramma ko'proq qulay bo'lib tuyuladi, chunki bu diagramma misol uchun ko'rib turibsiz, juda ham katta, qo'pol joy egallaydi. Maqolada berish uchun rasmingiz qo'pol bo'lib ketishi mumkin, kattalashib ketishi mumkin. Buni aytaylik siz supporting infoga joylab turib, mana bu 2D diagrammani main scriptda berishingiz mumkin bo'ladi. Asosiy tekstda berishingiz mumkin. Bu yerda xuddi o'sha ranglar mana sariq VDV ga, yashil hidrofobika to'g'ri kelyapti. Va bu yerda aminokislotalarni ham ranglar bilan beryaptiki, alifatik aminokislotalar, boshqa rangda aromatik aminokislotalar, ya'ni o'zida aromatik halqa saqlaydigan aminokislotalar mana bunaqa rangda beriladi va polyar aminokislotalar ham boshqacharoq rangda berilyapti, mana bir-biridan farqlash uchun. Mana bu chiziqlarni yo'g'on yoki qalinligi interaksiyonning intensivligini bildiradi. Agar mana buni bermasak,
mana shu opsiyani bermasak, mana bu yerda nechta ta'sirlashuv bo'lsa, hattoki eng nostabillarini ham, ya'ni nomiga hosil bo'lib qolgan ta'sirlashuvlarni ham qo'shib, misol uchun mana bu fenil alanin 974 ni ham qo'shib mana shu yerda berardi. Mana shu yerda to'la aminokislota bo'lardi. Mana bu chiziqlar ham aytaylik chalkashib ketib, reprezentatsiya uchun noqulay bo'lardi. Ya'ni butun ta'sirlashuvlarni shunday kontaktlarni saralab olginki, ular full trayektoriya bo'yicha kamida 40% o'zini namoyon qilgan bo'lsin degan opsiyani qo'shib, demak shunaqa rasmni oldim. Buni ham screenshot qilib saqlab olishingiz mumkin, bu rasmni ham. Endi bu yerda o'zini tutorialda mana bu komandani bergan. Siz aytaylik bu komandani ham berishingiz mumkin. Mana bu ham ishlaydi. Aytaylik bu yerda o'sha 40% siz 50% berishingiz mumkin, 30% qilib berishingiz mumkin. Agar 30% lik threshold qo'ymoqchi bo'lsangiz 0 qo'yasiz bu yerga. Buni bersak mana o'sha bir xil. Demak, bu komanda ham ishlar ekan. 2D diagrammalarni chiqarish xuddi shunday amalga oshiriladi. Tutorial ham demak oxiriga yetib qoldi. Bu yerda yana mana bu 3D holatda visualization qilish opsiyasi qolyapti. Shuni ham bir ko'rib o'tamiz endi va shu bilan tutorialni yakunlaymiz. Demak, mana kod ishladi. Umuman olganda bu kod unchalik ham muhim emas edi, chunki visualization qilish uchun bizda bundan ko'ra kuchliroq nimalar bor. Hattoki oddiy o'zimizni Pymol yoki VMD ham bundan ko'ra yaxshiroq opsiyalarga, imkoniyatlarga ega o'zi umuman olganda. Shuning uchun ham bu unchalik ham muhim komanda emas, lekin ko'rsatib o'tdim tutorialda bo'lganligi uchun. Demak, bizga asosan nima kerak? Mana bu 2D struktura kerak. Mana bu yerdagi parametrni o'zingiz belgilaysiz va mana bu diagramma. Buni xohlasangiz main tekstga qo'yasiz, xohlasangiz support infoga qo'yasiz, lekin nima bo'lganda ham bu mana shu diagramma interaction fingerprint hisoblanadi. Ya'ni to'liq full trayektoriya bo'yicha barcha kontaktlarni o'zida jamlaydigan diagramma. Bu diagramma shundayki, agar trayektoriyani 100% deydigan bo'lsak, uni atiga bir qismidagina, ya'ni 1% ulushidagina yoki bo'lmasa 0,1 ulushidagina bir marta hosil bo'lib qo'ygan kontaktni ham bu o'zining ichida ko'rsatadi. Misol uchun mana bu kontakt, mana glutamin bilan bizi ligandimiz mana shu yerga kelganda aytaylik, bu qaysi frame'ga to'g'ri keladi? Shu 2000-frame'larga kelganda bir marta kontakt bo'lib qolgan ekan shu yerda. O'shani ham mana hisobga olib ko'rsatyapti. Mana shunaqa juda ham informativ bo'lgan. Umuman olganda men barcha opsiyalarni ko'rsatib o'tmadim mana bu yerdagi. Buni qolganini o'zingiz demak qo'shimcha o'rganasiz va yana keyingi topshiriq shu bo'ladiki, bu yerda siz protein mana buni ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Albatta buning uchun protein MTingiz bo'lishi kerak. Ya'ni MD simulation qilgan bo'lishingiz kerak. Agar sizda biror bir oqsilingiz turgan bo'lsa va unga u oqsilingiz reseptor hisoblanadi va unga kelib birikadigan ligandingiz ham oqsil bo'lishi kerak bunda. Bunday hollarda mana bu tutorial to'g'ri keladi.
Demak, darsimiz shu yerda yakunlanadi. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.